sotıyor ekan. Bu zoologiya kabinetidan o'g'irlab chiqqan ekan. Shu u sinovchi ozuvchi ekan u. Shu mol qanchalik ozishni iloji shuncha ozdirgan ekan-da. Hali mol ko'sh qaytarishga ham yaramas ekan. Suti bor deb qo'yapti. Suti bor deb qo'yapti uni egasi. U qoni bormi o'zi buni? Bor bu nima bu desam mol dedi. Molni sifatidan chiqib ketgan-da. Aka 5 litr suti bor. Buni qoni yo'q dedim. Maramaydi dedim. Marashga aka quvvat olish. Bu molingiz dedim oyog'ini devorga tirab shu yarim marta marab olsa kerak. Yo o'tirib. Marashini sut berishini qo'ying. Bu mol yotsa tuyoladimi? Yo talpalda ko'tarib qo'yish kerak. Bittasi oldi uni shu 1300 so'mgami? Uyga olib borgan ekan, darvoza onasidan tomda yashab ko'rinib turgan ekan-da. Shotidan chiqib ketayotganmish haligi mol. Ya debdi, uyga olib kirib. Keyin hali ikmahal terit qilib boshqa qilib boqqanda, hali mol odamni ko'ziga qaray olmasmi, uyalgan. Bu shu yemishlarga yarasha xizmat qilyaptanmikin? Haligi mol-da. Hali odam har kuni og'riga borsa, shunaqa qulog'idan bo'laveramiz-da. Nimaga bunaqa qilaveramiz? Uyalayotgan ekan. So'masa, uni paqirda olib tayyor qo'yib qo'yarkan, yuragini tashab, paqirda oyog'im bilan bunday surib qo'yarkan. Yaxshi bo'ldi degan ekan. Agar o'sha molga ekmay kunjiraversa, uyutib ham beradi. Bu molam 50 kilomi bo'lib qolgan ekan-da, u olgan bola qo'ltiqlab chiqib ketdi-da. Bu yura olmaydi. Buni eng achinarlisi yonida bolasi ham bor. Bolasi ham bor. Uni o'sha o'zi Samarqandda ozdirib kelgan bo'lsa kerak, hali ozadigan joy bor-ku. Uyingda uni ozdira olmaysan, rahming kelib ketadi. Molam qaraydi, qilib qaraydi. O'zini hali stop kamera qilib yumib ochadi. Bunday qilish uchun ham quvvat kerak-da. Shart yumib ochish uchun ham. Bitta bayovoy molni oldiga qo'yib qo'yibdi. Menga buni oldiga qo'ydingiz, katta molni oldi desam, uka indamak suyanib turibdi bu. Indamak dedi, suyanib turibdi. Yordamchi nima ekanmi? Ha, u sinovchi ozuvchi ekan. Bu demak mashinalarga ham kecha qolgan nomerda Qabul qaynamadimi cho'ng? biza biramizda ketaman shekilli. Yo, u mol unaqa yuradiganlar mol bo'lmaydi. Unaqalar novvos bo'ladi. Hali bizni zotda novvoslardan bo'ladi. Shu 50 ga kirganda ham shoqi va motosiklet bo'liga o'xshab o'zgarmaydi. Nechta tishi bor? Aka tish so'ramang dedi. Shuni olsa tomoqqacha tishi bor.